kechiringlar bunaqa istoriyalar qo'yganim uchun. Ну вот. Hamma narsaga ham ishonavermaydi Instagramdagi, так что mana shunaqa mana bunaqa mashinam bor, mana bunaqaman deb yurishadi, a to mana bunaqa bo'ladi, orqalari shuni qo'yib chiqadi. Mani hech kimdan qarzim yo'q, hech kimdan til qisib joyim yo'q, hech kimdan qo'rqmayman. Menga вообще farqi yo'q. Men qo'yib tashlayveraman. Uyalib ham o'tirmayman boshqalarga o'xshab. Men shart qo'yib tashlayman. Men chunki charchadim. Lo'q bo'lib, mana shu pulli temasida. Bilasizlar, nechtasi churib ketadi meni vechna menda shu tema. Chunki men juda ham ishonuvchiman. Aytishinglar mumkin, unda qarz bermadim. Mamutga kelib, Laus, erkak gapim. Erkak kishilar ham bor-da orasida. Erkak gapim, Laus, mana bunaqa bo'lib qoldi deb yig'lab tursa, meni ko'nglim bo'sh. Men chunki o'zim qiynalgan odamman, men bilaman-da. O'shaning uchun ishonib beraman. Imam naqab tichib qo'yishadi. Вот. Boshqa hech kimga bermayman qarz. Umuman yordam qilmayman.